Assalomu alaykum. Hurmatli o'zimning obunachilari va podpischilar, musofirdagilar hamma sog' salomatmi? Xudo xolasa sizlarga o'zimizning mahsulotimiz bo'lgan 210 ga 270 razmerdagi xudo xolasa yo'lni betiga olib chiqib qo'ygan so'rilarimni bir qator tanishtirib qo'y dedim. Bu yerda bizning manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Shahand Olchin qishlog'i. Shu yo'lni bo'yiga ham olib chiqib qo'yganman. Mabodo kelmoqchi bo'lganlarga mana shu logotif afishalar bizga qarashli xudo xolasa. Hop, bu arzonroq so'rimiz. Hop, bu yoq tomoniga o'tib olar ekanman. Razmeriga keladigan bo'lsak, o'sha 210 ga 270 sasna materialli bo'ladi. Oyoqlari ham hamma joyda sasna bo'ladi. Narx-navosi 2 million 200 mingga vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Qolgan viloyatlarga 500 ming qo'shiladi bu so'rilarimizga. Albatta artib, netib, chiroyli qilib olib borib beramiz, xudo xolasa. Shuni obzorini qilib qo'yay dedim va mana bu har xil mavzu YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz va undan tashqari bularda aytdim ma'lumotini. Taglarini ham bir qator ko'rsatib qo'yay, baquvvatmi deganlar uchun. Albatta taglari ham o'ta mustahkam baquvvatidan bo'ladi, xudo xolasa. Shunday. Undan tashqari mana shu rasmda ko'rinib turgan barcha so'rilardan bor bizda. Kimga kerak bo'lsa aytaverasizlar mana. Hammasidan seximizdan ishlab chiqariladi, bor albatta. Shunday. Xo'p, sifatiga nima deysiz, qanaqa deganlar uchun realni ko'rsataman. Bu tortma gulli 4,5 million so'mlik so'ri. Bir 3 oydan oshdi, tashqariga olib chiqib qo'yganman reklama uchun. Mana, xudo xolasa biror joyda bir narsa bo'lib, nima bo'lgani yo'q mana. Shunday. Tashqarida turibdi shunchalik mana. Tashqarida shunchalik holatda bo'ladi mana. Shunday xizmat qilib beraveradi xudo xolasa. Mana manzilda adashmaysizlar. Olchin qishlog'ida kelmoqchi bo'lganlar uchun mana shu yo'lni bo'yiga ham qo'yib qo'yganmiz. Ishxonamiz ichkariroqda bo'ladi. Shunday. Bemalol kelaverasizlar mana. Qo'llab-quvvatlayotgan, obuna bo'lib, like bosayotgan hammaga kattakon rahmat. Video qisqa va lo'nda bo'ldi. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilishlari mumkin. Hammaga sog' salomatlik, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.